Qiyosi yo'q uning mehri bir daryo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Boshqa millatlarni bilmadik, ammo dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. O'nta bo'lsa o'rni boshqa un uchun, o'g'lim otashimdan yaralgan uchqun. Qizim parilardan-da chehrasi gulgul, yuzlari lolam deb yashaydi o'zbek. Bir qo'lda belanchak, bir qo'lda Qur'on. Bir yelkada ketmon, birida iymon, barchaga mehribon bugun misli oftob simon. Yashnasin olam deb yashaydi o'zbek. Bobolari qaysi yigitlardan kam, momolari tetik xushro'y, hatto yuzga kirsa ham mehmonlari bo'lsa uning bugungidek bir to'yxonaga jalb. To'shak yetmay to'nin, to'shaydi o'zbek. Topganin to'y qilib yashaydi o'zbek. Assalomu alaykum. Bugun shunday muborak sanada o'zbekimning go'zal to'yxonasini fayzi nurga to'ldirib turgan yaxshilar. Nuroniy peri badavlat otalarimiz, munis mehribon duogo'y onalarimiz, aka ukalar, opa singillar, qarindosh urug'lar, mahalladoshlar, qo'ni qo'shnilar, xudoandalar, yori do'stlar. Avvalo barchangizni bugun xush ko'rdik. Xush kelibsiz, qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun shunday Parvardigor nasib qilgan ajoyib bir sanada, sog'lik salomatlikda, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, eng muhimi yorug' yuz bilan ko'rishgan ekanmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. To'ybahona didor g'animat deydi xalqimiz. Bugun aynan mana shunday didor lahzalari barchamiz uchun g'animat bo'lmoqda va aynan bugungi didor onlarni siz biz uchun mo'jaz bir xonadon ahli tashkil etgan. Ya'ni ki bugun birgalikda Xo'shbekovlar ahlida mehmonmiz. Xo'shbekovlar ahliga, Xo'shbekovlar xonadoniga chin ko'ngildan to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin deyishdan bugun juda mamnunmiz. Avvalo yuqorida ham esib o'tildi, mana shu xonadon rahmatli sohibi Safar bobomizni bugun eslaymiz, haqlariga duodamiz, ruhlari shod bo'lsin. Ilohim yotar joylari jannatda bo'lsin. Bugun mana shunday dasturxonlardan hosil bo'lgan savoblar aynan mana shu otamizni va otamiz kabi barcha yaqinlarimizni ruhi poklariga ilohim borib yetsin deymiz. Demak azizlar, mana shu tantanamizga bosh bo'lib turgan shu xonadon sohibasi esa bugun Xursonay onamiz. Xursonay xonimga to'ylar qulluq bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin deymiz. Eng yaxshi tilaklarimizni to'g'ridan to'g'ri bugun ulashishdan juda baxtlimiz. Doimo sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shunaqangi bolalarni, farzandlarni yaxshi kunini ko'raverib, doim shunaqangi chiroyli kunga hammamizni chaqirishdan charchamasin. Xudo xolasa kelasi yil beshik to'ylarda ham aynan mana shu Xursonay xolamiz o'zi bosh bo'lib, bizni xursandchiligiga sherik qilsin. Endi to'yni qahramonlariga keladigan bo'lsak, avvalo kuyov to'ramiz hamda kelin poshshamiz. Bugun kelin ham, kuyov ham o'zimizning mahallamizning farzandlari. Demak, Yusufjon shu bugundan e'tiboran umr yo'ldoshiga aylanib bo'layotgan singlimiz, kelinimiz bugun Gulzodalar ikkalalarini bugun hayot yo'llari tutashibdi. Demak, bularga yaratganning nazari tushgan. Yusufjon baxtli bo'linglar, ilohim qo'shganing bilan qo'sha qara. Sen farzand bugun hech qachon kam bo'lma. Kim ko'rsatsalarni havas qilyapti. Bundan keyin ham hayot davomida faqatgina havas qiladigan darajada chiroyli hayot kechiringlar. Kelasi yil Xudo xolasa ko'pni qatori, kam emas, ko'p emas, shirindan shirin farzandlarni Xudoyim beshiklariga bersin deb niyat qilganlar bo'lsa, bitta chiroyli qarsak chalib berganlarni uylarida to'ylar bo'lsin. Har kuni to'y bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat deymizda endi to'yimizni ochib oldik, davramiz ochiq. Endi bugun mana shu xonadon, shu to'yxonaga bugun hammamiz o'yin kulgi istab tashrif qildik. Maqsadimiz esa bitta, bugun mana shu xonadon ahli bilan yaxshi kunni birga ko'ngildagidek nishonlash. Biz ham bugun rizqimiz qo'shilib xizmatda ekanmiz. Albatta ijodiy jamoamiz mana ko'rib turibsizlar, xizmatga shay, guruhimiz rahbari, ijodkor, ajoyib estrada xonandasi, xalqimizda allaqachon qalbiga o'rnashib bo'lgan ijodkor do'stimiz Doniyor Fayz bugun qo'ldan kelguncha sizlarni xizmatlaringizni qilib, ko'ngillaringizni oladi. Doniyor Fayzga so'zni beramiz, marhamat.